Çoğunlar burun bizning mushu noy bozorimizda Hekim Tavoq degan bir noch o'tgan deyishidi. Uning alohidligi 10-20 odam bir bo'lib urib chol o'lik qilaversimi, bir kamdan keyin o'rnidan dars turib, yeyishni ko'maganda ketaverdi ekan. Hammadan qizig'i, cho'nglar Ahmad Cho'ng degan bir odamning gapini ishtiyoq bilan qilishidi. Ahmad Cho'ng tomdek egiz, bastik odam ekan. Bir qatim u bir boyvachchi bilan baslashib qilib, yo'g'on bir qo'yning go'shini 12 oq non, 2 oq qura asalga qo'shib yeyib, boyvachchining ostida o'ynab turgan bir arg'umoqni utib olgan ekan. O zamonning odamlari qaltisda. Hozirgi yoshlarning tamig'i tamoq bo'lamdi. Yerim taqsirlag'manni injiqlab aran yeydi. Cho'nglar hikoyasining oxirini ana shunday gaplar bilan tushirdi. Ehtimol o zamonning odamlarining oshqozini bir xo bug'doy patqidek tog'odek yo'g'on bo'lsa kerak. Shunchalik uzun zamonlar o'tdi. Noya bozorda qanchalik erlar o'lib tugadi. Nurg'un ishlar astin chiqib ketdi-yu, bir qo'yni butun yeyotadigan Ahmad Cho'ng hozirgacha unutilmay kelyapti. Yaqinda aramizda birisi 40 istakonga liqlab turib 3 istakon aroq ichib, ana shunday shuhratga erishdi. Bu o'tgan yili bo'lgan ish. Kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir necha o'ylan bor edik. Uzoq kechalarni ko'ngillik o'tkazish uchun har shanba oqshimi birasimizning uyiga yig'ilib, tamoq yeb paranglashgach, qart o'ynab, ish-pushig'imizni chiqarishni odat qilib olgandik. Albatta, azroqdan aroqni ichib qo'yatdik. Qilishib kelsak, gapimizmi tugamaydi. Kichik chog'larimizda sho'ridan sho'ng'ib bog'larga o'g'irlik tushganlarimiz, daryo o'yiga cho'milgilib olganda bo'lgan kulkilik ishlar. Maktabda kimning qaysi ma'lumdan tayoq yeganligi, kimning kimga oshiq bo'lib qolganligi, xalqaro vaziyat, mol bahosi, turmushda uchragan qiziqchiliklar degandek jimi temada so'z bo'ladi. Oh, yo'q. Rahmat. Bacharoq bormi? O'zgarib qo'yibman. Qanaqa sen yaxshi deding. Bir juton ishab, bir juton qaz. Birani gapirmayman. Teşekkürler. Evvel yaxşıda, obdan turayotgansiz? Ekiling qo'lingizda. Xizmat yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Bu bölümden acaba kutlanmavatımı deb o'ylayotgansiz? Undaqmi emas. Qani o'tir. Uyingizga berib avar qilmay deb tahrir bo'limingizning o'ziga kelaverdim-ku. Qarang. Bu da yana bir hikoya yozib Yaxshi bo'pti. Ussuzlik ichib olamsiz? Yo'q, rahmat. At deganda bir rum qiqib oldim. At degandimi? Biz tarafda bir qovoq bor-da, alomat qovoq. Ilikidek ishimiz turolmaydigan bechoralar at deganda ashiyaga yugurishdi.
Maaşni. Biladiganlar, u yani biladiganlar uni jiddiy qutqizish bo'limi deyapti. Qiziq gapgan bu. Yelqidek ishimiz turolmaydigan, putqul titraydigan bechoralar atdigan ashyaga berib, ishkurum ichgandan keyin odam siyoqiga kirib, anandan keyin qaytishidi. Tahrir bo'limi degan, mushundaq sirliq bo'ladi ekan. Oldingizda dodliroq bo'lay deb ozroq ishib kirdim. Ayibga bo'lmangizmi? Kerak yo'q. Anladingizmi? Mush Turkiyada kavobni metrlab sotadi deydizmi? Qiziq gapgan bu. Yana shu to'xining quliqiga chimbuloq degan so'zni cheppasingiz, kuniga 4-5 ta tuqi yurdi ekan. Hozirgi odamlarga bas tushgan narsaga amroq bo'lib ketdi, Assalomu alaykum. Qadrak ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Mijozingiz obdan tudingiz. Asringizni qo'yib keting. Navodi yarab qolsa o'zingizning nomida e'lon qilamiz. Alloh akbar. Meni to'liq qo'rqatmang. Endi martam 3 martam degan gap bor. Hech bo'lmaganda mushu bir navbat bo'lsa-mu o'zingizning nomida e'lon qilib turing. Andin biz, Faqatli qoidada yo'q ishda bu. Mana men o'z roziligim bilan sizga optirlik huquqini beryapman-ku. Bo'lmasa hech qanday da'vo dasturim yo'q deb qo'limdan hujjat beraymi ya? Nom chiqarishga qiziqmamsiz? Nom dedingizmi? Mush quruq nom ataqning nimaga foydasi bor? Hozirgi zamonning kishilari o'lganlarning obro'yini jinozaning oqisidan kelayotgan mashinaning oz ko'pligiga qarab belgilaydigan bo'pti. Ma'qul. Mush asarni mening nomimda e'lon qildikmi deyli. Kishilar palonchi yozuvchi kelyotdimi deysin. Lekin shuning uchunlik ma qo'saqda azroq o'machvos bo'ladi-da. Mushu shoir yozuvchi degan bor-ku. Mushu ba'zi so'rlarda she'r per deganni o'qib xalqni hayron qoldirib ekan. Latif shaqshaq deganni so'zlab xalqni dumultitdi ekan qarang. Men-chi, giz kelganda xotinimga 2 qiz gapni tep bermayman emasmi? Agar xotin so'qishib qolsa, hozir shu qo'pibli valoq urib ketadigan bo'ldim qarang. Mushundaq kunlar beshimga kelib qolmasin deb, nada haq tonimaydigan shoirlarning she'rlarini yodlab oladigan bo'ldim. Texi yililaylik jiddiy qutqizish bo'lmadi vago. Ömrüm bo'yi rohat o'tdim bu kecha. Yorim bilan billu bo'g'ash tonggacha dedim. Eliq o'tirib aroq ishlatgan aroq kechdi. Vah, alomat shoirkan, dahshat shoirkan deb qo'lidagi rumkalarini menga tanglashib, texi men bilan ilpatlashmoqchi bo'ldi. Men asta gap qilmay g'ippida tikib atdim-dan, Bu kimning she'ri? Bu eliqi Shayx Muslimiddin Said Shirozining. So'rg'anlarga Saidining desangiz yaxshi anglanmaydi qarang. Buni mushunda uzartib desangiz hayvat anlanadi. Alomat chiqdi-da buningda. Qiziqmikan? Qiziq-a? Alomat qiziq. Unda siz o'zingizga bir adabiy taxallus qo'ysangiz o'g'idek. Taxallus dedingizmi? Bu taxallus deganingiz eliqidek laqammi? Aras, bu ish faqat xiyolim o'tganmabdi. Sizningcha qandoq laqam ishlasam bo'la? Musho ba'zilarning yozg'inidan taxallus yo'g'an bo'ladi ekan deyman. Masalan, siz eliq yozg'uvchini bilasiz-ku? Tamoqini oq-oqidan chekib o'ltirib, tamoq chekish badanga ziyonliq deb bir nimalarni yozdi ekan. Xudoyim. So'qoq suv ichmang badanga ziyonliq. Noyisingiz qo'sig'ingiz to'ydi. Qo'y go'sht badanga foydali. Qon besimi va odam yiqilib tushsa bo'lmaydi degandek tam yo'q bir nimalarni yozib, gez jurnallarni to'shqizib yetib, odamni saskandirib yetadi-da. Bu eliqi birinchi oyning oqisidan ikkinchi oy keladi. O'lmaydigan odam yo'q degandek tuk yo'q gaplar-ku. Texmushnoqligiga vaqmay taxallus hayvat. Siz o'zingizga sarang degan taxallusni qo'llansangiz o'g'idek. Sarang? Sarang bo'lmoqmi o'ng'ay emas. Qanday deysiz? Masalan, bizning mahallada mening bir qo'shnim bordi. Heliq yomon yillarda 10 yil turmida yetib, sarang bo'lib chiqib edi. Yaqin mahallada yana bir sarang paydo bo'lib qopti qarang. Do'kon ochima, pul topaman deb uyur turib uxlaydigan bo'lib qopti. Mush yaqindan bu ham saranglik toza ishonmaydigan bo'lib qoldim. Tamoqni birovdan bizga o'xshash yeydi. Gapni ta'tir qiladi. Yaqinning yaqimi saranglikning boshiga o'xshaydi. Bu nima deganingiz endi? Qaramamsiz, bu saranglikni pulga setib oldiganlar bag'ansir ko'payib ketyapti qarang. Kimni da'vatsiz? Aroqkashlarchi. Bir tuzuk odamlar qarang. Pulni ko'tarib qavoqqa sapsaq kirib ketib 1 soatdan keyin sarang bo'lib chiqdi. Mana bu asarni shu saranglar to'g'risida yozdim. Kalıcınızdan işini adrasmanda ısırıqda pat-pat yüzünüzni açıltıp turvatqansız,
Bizning mahalladagi heliq ilohim Saspazni bilasizmi? Yangi tug'ilgan balasining hamrini sirki lozig'i milab yeb qo'yibdi. Heliq yangi ko'ldik satangni bilasiz. Kalpuklarni qon ichgandek qilib oladigan Xudoning qudrati bilan yaqinning yoqi ko'chat g'ajaydigan bo'lib qopti qara. Satadigan zaym yo'qda? Laqanni men o'zim o'ylash baqay. O'ng'icha buni hikoyamni o'zingizning nomida, a? Ba'zida bir-birimizning bola vaqtimizdan yoldan bo'lib qolgan raqamlarimizni keltirishib, chaqchaq qilishmi ketdik. Meni ular Osman Dangal deyishadi. Nimishqidu kichik vaqtimda dangal yeydigan odatim bor. Xeli cho'ng bo'lib, bolalar bilan o'ynab yurgan chaqlarimdimi, xumorim tutib ketganda tomtudan bir atal dangal topatdim-da, og'zimga silib oladi. Og'illar ichida eng burun o'ylanganimmi? Dangal yeydigan odatim o'ylangandan keyin qilib qoldi. Uria! Qaysiga mana? Voy! Kelyapti. Bugun bizga dasturxon solmoqchi bo'lgan Munu sohibxonni biz Rajab To'poq deymiz. U onasining yolg'iz o'g'li bo'lib, onasini xeyri cho'ng bo'g'ichi emgan. Biz bilan birga o'ynab yurgan chaqlardimi, ba'zi yugurib berib onasining oldin to'sib evib oladi. Onasi, "Voy To'poq, qachonga cho'ng bo'lmaysa" deb uning dumbisiga mushlab ketadi. Maktabdagi chaqlarimizda Rajab hozirmi onasini chopib yiqitib evib oladi ekan deb terik turib o'ynaydi. Bastining yo'g'onligiga bakmay, u to'limi qo'rqinchaqdi. Azroqli chishiga tegib qo'ysak, opamga deyma deb uyga qarab mangadi. Qizlar gap qilib qo'ysa, hech nimadan hech nima yo'q, qizirib ketadi. Darsda bek nachardi. Bechora opasi uni xolimisimi zo'rlab maktabga avatadi. Shunday qilib, har bir sinfni 2 yildan puxtalab o'qib, biz to'liq o'tirni bitirguncha, to'liqsiz o'tirni orolli tugatib, dadasining do'koniga mash kana yasashga chiqiladi. Mashchilik uning ota-onasidan qolgan kasb. Ehtimal Moshinoya bozoridagi mash, kana, chelak deganning ko'p qismini Rajabning urug' tuqqanlari yasidimi kim deydi? O'smamsan. Qadar qagina. Yaxshi. Voy, yo'q kilowatsa chiqadi. Men Muhammad bu deb qo'ysam orasidan biz o'qib metrab 1 kilowatdan da kechibdim. Asli meni qo'g'ini qashqili ekan. Sen. Kechdi bizning uyga baldiroq borasiz, Bo'ladi. Xirim chapan kiygan Abdulni Asam maktabdagi chaqda bolalarga ancha aralashmay yuradigan o'quvchi. Dars vaqtida uning leksiya yozdigan daftarning orasida doim she'r yozdigan bir varaq oq qog'ozi qistirg'iliq turadi. İlham kelganda darsni qo'yib she'r yozishga tushib ketadi. U ba'zi yozgan she'rlarni chiroyli ko'chirib konvertlarga silib, na'lagidu avatgimni ko'rdi. O'qish oxirlashgacha u sinfdagi qiz o'g'illarning xotirasini o'zining aslilik she'rlari bilan to'ldirib bo'ldi. Lekin giz jurnallarda bir parchami she'r e'lon qilinib boqmadi. Shundaq bo'lsa-mu, Abdul hozir matbuotlarda she'rlar e'lon qilinib turadigan shoirlarning birisini yaratmaydi.
yaprağı boğsan. Yaprağı boğsan. Yarışken olmaların yaprağı boğsan. Balla, muşu peyzi qilganda diqqat bilan anglasanglar bo'lmamda adashlar. Tazimi bir mush ishinglar qamlashmaydi dema. Men sana dedim-ku, ha? Hammasi var, ko'chirib kashlar. Ammo ba'zanlar unutilib ketgan koni kitoblarni o'g'irlab yozdi. Yuzi qililari var-ku, o'z ayni ko'chirib qo'ydi. Mana. Ko'midingmi, ha? Ko'midingmi qandaq? Men dedim sana. Bu texnik. Men so'rin nim bo'lib ketdi deyman. Bu texnik eski chiqarg'ildir, chiqmagan o'g'irlar yana jiq deymi? Ale, magizni. Tazimi. Bu nima? Bana qaranglar. Abdul oliy maktabga o'qishga berib, og'rib qolib 1 yildan keyin qaytib keldi. Hozir u terchilik qilib beyib ketdi. Texnik o'ylanmadi. Toza mas'ul qolgan chaqlarda oliy maktabda tunishgan qiz savoqdishining parig'ini qilib, kasofat, alomat qizdi-da. Bu chaqchi aktigib ketganda. Ama siz saqlab turibsiz. Og'aylar, bugun so'rinda kechko'rak boshildi. Ishkinglarga hali vaqtida keldinglar. Biroq men Tursun tikidek adash vaqtida kelmay so'rinda kechiktirib emasmi? Adash seni teki olgan ekan, taqlab chaqaraq kesang olmamdi. Meninggo yama ishtikagim bor edi. To'paqlar yo'lni to'sib olgandan keyin o'tamidim-da. To'paqlar atab o'tamagandan keyin seni jatigida. Qanday qilsa ag'ina, endi tekini to'paqni atlatqizib o'tkazgili bo'lmagandan keyin. Bo'ldi. Men qaranglar ag'inlar. Davomli shu ag'ina turib bir-birimizning laqabini so'rab gap qildik ekanmiz. Tuzuk gap qilishaylik-ku bir-birimizga, ha? Qaranglar, ingliz gap kelganda. Bo'lmi to'ya? Köyüşmegen yar emas. Söyüşkenler har emas. Dostlar bilen olturup meyişmegen er emas. Alamet geldi. Yeni birine. Yeni bir okuydu. Hüsnige yarasın dep men yaratkan. Köңlini erle üçün keng yaratkan. Boyunu yaman közden saklısın dep. Çiçini boyu bilen ten yaratkan. Koşa. Bunu o'rnida birdammi jim turolmaydigan yigitning ismi Tursun Teki. Qiliqlari kichik balnikidek ko'ringani bilan yeshi hammamizdan cho'ng. Bola vaqtimizda u tekidek sakrab, hammamizni bog'ma-bog' boshlab yuradigan. O'g'irlik tushadigan boshqa yer topolmaganda tam otilib o'zining beg'i o'g'irlik tushadi. Keyin maktabda usul tansi deganlarga shundoq ustib ketdiki, bir chaqda san'at maktabga o'quvchi elishga kelganlar uni usul sinfiga qabul qilmoqchi bo'lib talashganda, uning dadasi artistlikmi ishmi deb bag'ini unimidi. Maktabdan chiqarib olib tikkichilikni o'rgatdi. Hozir u Noya bozorimizdagi usti tikkishilardan bo'lib qoldi. Tursun Teki o'ltirishimizning usulchisi va qiziqchisi. Ayollar to'g'risida afsona, latif to'qishga shundoq ustiki, voy, kuldirib uchimizni uzvatgila tas qoladi. Bu texi odatki gaplar. Ba'zi gaplarni har kuzmi ig'izga og'ilib bo'lmaydi. Shundaqligiga baxmay, u hozirgacha o'ylanmadi. Uning ko'z qarashicha xotin elish ahmoqlik, bola tepish sarangning ishi ekan. Kolumu kıska, onun ömrü bırak. Yeter
Yırtılsa kalendarının bir vargı Yaşlı gülüdün töküldü bir yopurum Hey hey hey! Yırtılsa kalendarının bir vargı Qo'shnimiz uyda yo'qmi ekan? Yo'q. Kira. Nayt obdan kepsiz. Kira. Menimi qo'shnimizga o'xshashli ko'zingiz bo'laver. Birdam sazqib oltag'an to'q. Nayt yaxshi kepsiz. Ag'inlar, ey! Mehmon kirdi, mehmon. Ag'inlar, mehmon kirdi. Mehmon kirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qanday ahvolingiz? Tez chiqma, qani, yuqoriga o'ting. Qo'zg'almanglar, qo'zg'almanglar. yuqoriga. Qani, yuqoriga o'ting. Bo'ldi. O'tiringlar, bo'ldi. Nima endi o'tiray, ya. Bo'ldi. O'tiringlar. Rajab, bu akimizni Bu akimiz bir qo'shnimizni izlab kelibdi-ku. Qo'shnimiz yo'q, cho'ng so'ring'ini boshlab akirdi. Ha, yaxshi bo'pti, ha? Yaxshi mehmon tomoq ustiga deb, ha? Qaranglar. Ha, tortinmay, ha? Qani, obdan ketsangiz, aka. Akilinglar. Ha, balli. Ha, qani. yaxshi. Ha, qani, tortinmaylar, ha? Nan palını azaq yig'ishtirib o'taylar. Ha, mana meni o'taylar. Maya qara. Ha, belle. Qani, ağaç o'tiringlar. Sig'da. Qani aka, tortinmay, ha? Mana chaynak kirdim. Ha, mana choymi kirdi? Esil xotin-da bu, esil xotin. Qara. Choy ichinglar ag'inlar. Ha, qani olmaylimi? Ha, nima qarab o'tiribsiz, ha? Ha, qani. Qani, choy isla. Choy. Sog'in qo'yib qo'yaymi? Ha, bo'ldi. Aka. Qani, ma tamoqdan ha. Ha, qani olaylar, oldinlar men boshlab beray, ha? Qandaroq o'xshabdimi? Alloh O'xshabdi. Ha, qani ammamsizlar, nima qarab o'tirsizlar, ha? Jiningni qiynama deyma, qo'yning qari yilikavi. Anda bo'lsa, mush Tursuntagi bir sundirib baqmisinmi? Ha, ras. Ey, sening to'paqda kuching turib buni sundirammi qayerda? Men qanday sundira olayman buni? Bu sizlarning jamoatinglarning so'ngi bo'lgandan keyin epi-jipini bilarmikan deyman ha? Keldi. Bir keldi. Qara. Asar ishim. Buni nochiligini. Oson emas. Uka, akiling. Voy. Ya Allah. Kuchtigan boyadi bakan juma. Ela. Elan. Qani, ağaç o'tiringlar. Endi sizmi kelib qopsiz. Bayten biz ancha-muncha ichishgan. Bizmi kunda ichib oltamaymiz-dan ha. Moshunda g'aptida bir aqetim al ag'inlar yig'ilib qolgan vaqtida ichib solamiz. Sizmi aytib buyurmi qaysiz, ha? Ha, bu bo'lmasimi? Hadiq chiqmaydi. Ey, ishini avayla. Ay. Ustal zidib ketmason, akiling. Yo'q, hazrat. Barakallah. Karametga. Amsa ag'inlar, bugun sizlarning hurmatinglarga bir ish qaraq akab qo'ydim. Qani, payzi qilib bir o'ltiraylar, ha? Shunday qilaylik. Qo'sha amsa, mush yangi mehmonning hurmati uchun. Qo'sha. Qo'sha. Endi navbat sizga keldi. Rahmat. Cho'ngroq istakan bormi? Ha, ba. Mana hozirla akirib beray, ha? Akiling. Xabar qildigan bo'ldim. Yo'q.
Mana. Aylandırıyorum. Aylandır. Aylandırıver. Ma'qul. Qoldirmay ishiga o'xshaydi. Qani tursin. Navbat san kep qoldi. Xo'sh. Xo'sha. 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 Vah, vah, vah. Yallah. Daryo beliq so'z degan shu-da. Teke. Ag'inam suzib o'ynaydi-da. Aka. Suzib. Aka, obdan tanishib qoldik. Hurmatingiz uchun. Xo'sha. 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 Salomatda. Temkin ag'inamda bu. Temkin. Tanışıp qolganimiz uchun qo'shamisa, ko'tarib o'tdim. Bu ag'inam karamatchimi? Amisa sizning hurmatingiz uchun yana bir rumkidan liqliq aylantirib o'tay. Xo'sh, amisa. Xo'sha. Xo'sha. Endi buni biraqli ko'tarib o'tasiz, ha? Men mush istakan toshqanda biraqli ishib etay. Bo'lmasa beshimga chiqadi. Men. Astagfirullah. Bayili shundoq desangiz bo'lmasmidi? Chiqishmas bo'p emasmi? Bo'ladi. Ilhamni kechikmaymiz. Qani, men sizga mush istakanni aylantiringlar bo'lmasa. Bir ichib o'tiraman. Qani, eling. Qo'lingizga eling. Endi buni qo'ymay ishib o'tasiz, ha? İşi bitirmem Eling. Boshni ishitaman. Shundaymi na? Suvmi soya Bu odam.
öğrengen koydangla. Ben yaş vaktimde şopırlık yürüp Rus ağinler bilen köp arlaşkan. Kasapetle karamet içip buyutudangla. Sizlerdek vaktimde bek tartıncaktım. Kızlarga tüzük paramı kılanmaydım. Şuna hem ağinlerinin aksı da öylengen. Çırayımның kişilerden kağıçılığı yok. Cüret kemden la. O vaxtlarda tansı degen köp idi. Bir günü elika ağıyla tansığı varımız deyişip kızı velişka haraq işkip durdu. Birisi, "Oy, bunu kılındarısıdın sana azrak yutuvanmam sen" dep menimi teklif kıldı. Yürügüm yoğansın dep muşunda kırlık istakanda közümni birini kötürüptüm ben. Rast degendek şu günü tansıda tanışmaydigan kızlarımı kızık paranlarını sep berip. Bu buldu ki. Şunun ulan bu zaten nemi ilham ki dep oylap baksam elik harakның küçü de. Şundak içip yürüp Zoya degen Rus kızı bilen tanışıp kaldım. Heli vaqtgacha do'stlashib yurdik. Keyin to'yni qildik. Uning ismini Uyg'urcha Zuhra deb atab qo'ydik. Dasturi dadam onamla qo'shilmadi. Keyin u nayda obdan kelin chiqib qoldi-da. Cho'nglarning rayiga beqib, tansilog'imi bormaydigan bo'ldik. Kashda ishdan qaytib kelsam, ishchidigan harig'im tayyor. Xotinim Zuhra istakanga lixlab, oqaroq to'shqizib turadi. O'zi qizlaraqni quyidi. Shuning bilan ikkimiz rasa ichib, patifonni qo'yib cho'gilitib, g'iti-g'itanga tazo dasab ketamiz. Nayt ko'ngillik o'tgan edik. Zuhraning ota-onasi uni mendan ayirib, chet elga chiqib ketdi. Shuning bilan u bechoraning ko'ngli aqsida qoldi danglar. Amal yo'q. Shunda qilib yaxshi xotindan ayrildik. Bu yomon aroqdan texcha ayrilanmay yurimizda. Aka, mushtapda qancha yoshlar kirgansiz? Xudo buyursa 60 ga qarab mangdim-ku. Oy? Nimalarni deydigansiz? Qarasa 40 yosh kirgandek tursiz. Ha, nedik 40 yoshlarni deysiz-ka? Qaranglar, mana bu chasaqallar oqirib ketdi. Ha, nima deydigansiz? Gap yoshda turmamsiz. Amisa, fikla, menga ruxsat qilinglar. Bunda qilsak bo'lmaydi. Bunda aldirablar. Bo'ldi. Qiziqchilikda ko'p ish qo'ydiganda qilma. Bo'ldi, men ketib olay. Maqlimsan, xo'sh. Nimishqa aldiraysiz? Xo'sh. Bu bosa o'tmagan bosa achimiz bo'lmam. Xo'sh, xo'sh. Ketalasizmi aka? Chataq yo'q. Qonib qiling aka. Bo'ldi, uka, yana bir sizdan ko'rishman emasmi? Maqlimsan. Bo'ldi, rahmat. Maqlimsan. Ha, bo'ldi, sizlar qo'yib qilinglar, o'tirib. Bo'ldi, sizlar qilib qilinglar. Men uzib qo'yay. Bo'ldi, uka. Ismi chiqmang. Ay. Men ketaverman. Xo'sh. Qaçdi. Nega qaçdi? Hey dangal. Qirliq istakanda 3 istakan haraq degan 2 portliga haraq degan gap. O talog'i chiqib, cho'qim bir yerga gupli qilib yiqildi. Yiqiladi. Ergiz yiqilmaydi. Yiqiladi. Yo'q ber. Bunda qaraq ishga odamni umrimni ko'mibdi ekanman. Xuddi hech narsa ishimga odamda tub-tuzlik ketyapmanda. O Shapurd akamiz aroqni qirliq istakan quyib versa, men tigi uyga olib ishdiga o'xshaydi debdimi? Uni bu botilkaning og'zini tarasida qilib ijotgunicha tigi. Eliq sunyakni cho'kini o'shtivatgandek o'shtivatda? Hey, kichikkina ishqa yoqqalaringni tutishib, o'zlaringni yaga etishib hayron qoladigan ekansa. Aklar so'nkingni. Cho'qim uning ajraydigan bir yeri bor.
Agar shu ajraydigan yerini tepib olsang, mushundaq qilsang, kosliq to'sinib ketadi. Shunchilikli ish u. Ey, teka. Sana so'ngak deb berish uchun men qo'ydi yana birini so'ysam bo'g'idek-da. Ishim bo'lmaydi, adash. To'la po atma. Po atgan gap yo'q, adash. Yaman bo'lsang, qani mush botilkaning og'zini bir ich baqa. Akila. Men bir ish baqay, ya. Odam qilganni odam qila oladi. Qandaq? Qandaq? Ha, shu seni po atma deydi. Aldirma, adash, amali bo'ladi. Har ishning amali bo'ladi, adash. Bo'ldi, kuchima, adash, kuchima. Bo'ldi qilg'ana. Ey? Mana ochdimg'o. Mana ochdimg'o. Bilsa yog'liq tutding-da. Yog'liq tutsammi ochdimg'o. Akila stakaningni. Nima qilsa? Ichima, lixlab ichima. Ich baqa qani. Men bir ko'rib baqay. Adishavay, nima ish qilyapti ma? Bo'ldi qila, qara, bo'ldi qilinglar. Qandaq? Odam qilganni odam qila olamdi-ku. Bu odatlanishdim. Ha, yolg'on bu sizlarmi ish beqinglar, ha? Sohibxon bo'lgandan keyin sendan boshlaymiz, ha? Oldi bilan Yo. Bo'ldi qilinglar. Icha. Icha. Stop. Rast hiç kançam özken cuma ağınlar abdı. Sen bir nişe? Ha? Akata, nima zulm bu? Canni qijnab. Qo'yma, men ishmayman. Men ishmayman. Nimdadan? Navbatini ichsa. Ey ağınlar. Ey. Icha. Ha, icha. Icha, bu navbatin o'g'andiki icha. Ha, belle mana. Ala. Bu navbatin ala. Ay. Men icha. Ala. Dangalasini ishmayman. Tut. Bo'ldi qilinglar, men ishmayman. Çağ iş yok işte. Qo'yma içsa. Oğlum nasılsın? Allah. Bu işteyme işte. Ala. Mana. Düşüncülük ilişemez mi deyim ben? Yaxshi. Yaraysa. Mana. Ağaynilar. Muzikani o'z qo'yg'ina. Anglab o'tirmiz. Qo'ymamsa bir apadimi? Müzik alamsın. Mana koydum. Mana. Ha oynamamsın. Ha. Oynaydı.
Akşimi talağı çıksam kâmetim sayamdadır. Sol kolum işten bağımda, on kolum boynumdadır. Min doğru atamsa bana ananı şartım şak. Tamakandı birine. İşkinemez. İşkinemez. Birine. Nima benden sonra atamsa? İşkinemez. Birine. Oyna. Oynaylı. 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 Topak. Oynaylı. Dangal oyna. 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 Voy doğuştam. Hoş geçir neymi setçilik bu lan? Dadım Allah'ım Allah'ımsın. Dayı balam. Nim boldu sana balam. Nim boldu sana. Balam. Nim boldu. Ama uslaynayım. Durdu boldu. Uslaynayım. Uslaynayım. Kan boldu kısamcı. Uslaynayım. Vallahi. Ben Vallahi uslaynayım. Ben... Ay boldu kıla. Hoş adaş. Recep adaş ben kettim emse. Ben kettim. Uzatma. Ben gidiyorum. Oynaylı. Oynaylı. Acı. Şimdi acı. Ben geldim. Ben geldim. Allah. Bu acı. Acı. Bir test açtım. Oynaylı. Adamның ko'nglini ilishtirib qusayveribsan, latta. Tura o'rningdan. Hey! Üstümden türelgen necis! Hey hayvan! Arakını içip kalsa eşyalar çıkarsan sen ha? Xo'ton. Estağfurullah. Bu Vay Xudayım. Bu
Voy, ma balani. Uy kirmay bir yerda nima qilib tursan balam? Ha? Mana uy kirib ketaylik. Acaba ya ne bu? Voy jenim balam, ne bo'ladi o'zingning uyi? Jura balam, jura. Unda qo'siz kim o? Men sening anang Janarxon balam. Jura, voy. Unda qo'sib kim? Nimanda odamni qo'rqitirgandi ma balam. Jura. Jura balam, uy kirib ketaylik, unda qilma. Men ketdim. Uyimga ketdim. Jura balam, unda qilma. Uy kirib ketaylik. Öğlenmisən neylidir? Mana. Öğlenmisən neylidir? Kasabet. Sen... Siz bir neymiş qilasiz? Men faqat uxmabdiman, xudoyim tova. Oy. Eski köməkxanaga qulp sep qoymusanmı? Qaysi altın kümüşünü o'g'rab ketadi. Senize xap. Yerim kechida qarsam siz qaytib kelmabsiz. Taloq qarab qaydab chiqsam, ko'mirxona hog'indek ochiq turibdi. Itlar kirolmasin deb quluplab qo'yibdiman. Sizning ichida ekanligingizni men nerdan bilay? Yotqan. Voy. Nim bo'lding, ey? Assalomu alaykum adash. Tinchlikmi? Yaxshi. Oqshom nim bo'lib ketdi? Nim bo'lib ketdi tang. Aroqni o'lgidek ichibdimi? Beshim og'rib turdi. Uning ustiga ko'mirxonda yetib qolibdimi degina adash. Meni demaysa, sodigan ketay jinim do'stim. Oqshom Rajab To'paqning uyida qo'ygan un olg'i lentisi esingda bormi? Qaysi? Yiliq usul, traditsiya usul. Shundoq bir nimani qo'yganda qilib edi. Toza esimda qolmabdi juma. Sening toza esingda yo'q-kan, a? Oqshom Rajab To'paqdan boshqa hammamiz usulga tushib ketgan gap. Men shu o'ynagan peti yo'l bo'yi o'ynab, uyimdim o'ynab ketibdim-a. Elimi kashf qopdi. Agar kunduz bo'lgan bo'lsa, haq nima deydi meni? Nima deydi? Uyga yetgan tekkan deydi.
Topakning uyiga berib boqaylik, nima bo'lib ketdi u? Jura adash. Shuna qilaylik, jura. Qarangma, atini qilayotgan qiliqini taratni sundirib, ara qisib Allohga chiqasan sen. Ha? Sendek balani boqqichilik hayvonni boqsan bo'pti ekan. Ustundan so'yilgan nejis. Kuzamda yo'qol. Dadam tillablik ketdi danglar. Akşamki oturuşning oxiri zot nima bo'lib ketdi? Yeliqi qirliq istakandagi aroqni ichkinimni bilime, xudimni yo'qitib qo'yibdiman danglar. Salg'an ketay jinim do'stim. Oqsham shu unalg'onda qaysi muzikani qo'ygan bo'g'itding? Alomat muzik ekan u. Hey, sen oldingmi? Shamolga usul o'ynab. Men dedim-ku, hech nimani bilmayman deb. Qo'yinglar, bundan keyin mush aroq degan nejisni ikkinchi ichmayli. Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Ha? Recep-ka, sizlarni opam chaqirdi. Voy, Abdulg'ayim bo'lganda. Jurona berib boqaylik. Nima deysan? Akam o'zi hech alditog'i so'zlaydigan bo'lib qoldi. Nima deydiganda, ma bola? Chapsa buninglar, chapsa. Ha, mana. Oqsham iliq muzika, alomat muzika ekan juma. Astag'firulloh, nima manda qiladigan doma? Janglab ketmayotdi. Esimga olmayaptimi? Sening esingda bormi adash? Ha? Esingda bormi? Bayman sen hech nimani bilmayman dedim-ku. Bir vaqtda to'nglab uyg'onib ketibdiman. Qarsam sizlar yo'q. Unalg'u gijildab turibdi. Voy, nima ish bo'ldi? Voy, nim bo'ladi bolalarım. Bu balık nim bo'lgandi. Odamni tonimaydigan sarangdek bo'lib qoldi. Nima deyapsan? Oqsham qayerda o'tagandinglar balam? Ha? Voy xudoyim, bu balık nim bo'lgandi. Oqsham Rajabnikida o'tagan, bo'lmasa burun qaytgan toq. Bu nima bo'ldi ikta? Atigandan beri og'izga hech narsa solmadi. Odam tushunmaydigan bir narsani deb o'ltirdi. Qanday qilaman? Qanday qilaman? Gap qilsam menimi tonimaydi. O'zining gapini qiplayotdi. Asab ketmang, yaxshi qolar. Mayoqqa. Sola şaqırab mangdi. Kigiz basqan öküzdek bulbul bolup sayraydı. Endi saat asaylı dostlar. Asmandaki leylekning yançug'ida 3 somba pomidorni yebapti. Qatmananni tangayli. Ancha muncha jirlayli. Billa o'ynab cho'ng bo'ldik. Qizli guli bo'lmasa endi chapan tikmaymiz. Darvozangni ichivet. Yayloqdagi mahallidek biz do'stlarni so'yimiz. Odam izlash e'loni. Qog'i qo'nday terek. Abdul Qadaraqa qalan adash, yaxshimisan? Salomat turdingmi? G'arib miskanning o'g'limisan, ha? Ko'rmaysan-ku. Hey, yana ishkirdan kodi kiyimlar kelib setib o'tamsan? Hey, iliq vaqtda men sungan zayimlaringni va-ku 50 so'mlik pulni kenatman. Arif miskaning o'g'li o'lib ketgil 5 yil bo'lgan tursa. Shu emasmi? To'qqidim xudoyim. Abdul. Hey Abdul. Man qara, terani menga ber pulni keyin olasan. Biz xalqning rizqini yeydigan odamlar emas. Voy, bo'yingning yo'g'onligiga qaraganda terang yaxshi-da qilib turdi. Yuzing paqirab ketibdi. Sarab tushdingmi? Ha? Voy. Sen bir yerda ekansan-da. Man qara, ko'rmaysan-ku. Akang rahmeti talantliq samspazdi. Rahmetlik davomliq jumanamizdan qaytib kelib, men bilan aroq ichibdi. Nima bo'ldi? Ha? Tutqoningning to'xtamay midirg'ini qaraganda, ayolingni qiydab kechicha o'giz etibsan-da, ha? Qashqadagi Musaning Tativolay topinini uni keldi qiliga, endi hech nima yemaymiz. Xudoyim tova.
Qandaqmı qilaman? Qandaq olib qolgandi? Qandaqmı qilaman bu balani? Uyni guldak beqiyotgan balamni ko'zdaydi. Ko'zdaydi. Iloyim balamni qasliganning qasdini o'ziga yondirasan. Voy Xudoyim, qandaq qilaman? Qalangizga ishni tikib oldingizmi? Yo'q, dexe. Kira adashmish yashirasizmi? Shundan. Kimim tashlabmadimi? Bo'ladi. Ustam necha kun bo'ldi do'konga kelmayotdi. Asta. Xafa bo'lmaysiz. Ustam tex kelmadi. Ati kelib qolamiz. Ati kelsam qandaq bo'ladi? Ati degan to'y tursa. Voy, ustam keldi. Voy, nimada gapon surmaydigan odamsiz? Kimim taq bitmadimi? Qarang qanim. Xafa bo'lmang. Mush 5-6 kun bo'ldi, zodi mijozim yo'q danga. Ishqimni bugun kelishim, endi meni bak oldirasiz, atigacha bitirpasam. Qanday deysiz? Ha? Ata? Ma gapni ko'ring, ati degan to'y tursa. Bo'pti. Amisa men hozirlab bitirib beray, hozirla. Hozirlab bitirib. Bu yoqqa o'tib turafkan. Ajab chiroyli o'tiribsizlar, ha? Ishlab qo'yinglar azroq. Shuni deyman. Qara. Birinci qatam apasam, bu balaning ruhi o'g'isi yo'q, uyning ichida qapti dedi.
ikkinchi qatim opasam xon besib olgan odamning ro'yi ep ketibdi dedi. Ma qatim opasam chaqi yoqarvining ustida o'ltirib qopdi dedi. Qandaqmi qilamiz? Hoy jinim bolam. Qandaqmi qilamiz? Qandaqmi qilamiz? Ay xudoyim. Ay xudoyim. Qo'ng'altaq o'tib kelgan to'kur qotazni chittaq xotinning maymoq yoqchiq chiqmasang qandaq topalaysan? Sungan begiz, eski kigiz xotin unudimi egiz? Sen uni tunursan? Tonur beshida qaga qaqıldaydı navaydek egiz taqqa chiqqanda paypig'imni kim oldi? Keldik mana. Derizangni ichiver. Chivinkosin uyinga eskichilik uyida uxlamagan kim qoldi? Egiz taqqa chiqqanda paypig'imni Ustam, maçilek neçi bol? Okay. Abdulga nim boptu? Nima ishkandinglar? Nima ishchatdiq? Hammamiz bizning uyda aroq ichgandik. Uniga nima bo'ldi ekan tang? Qanchalik ishkandinglar? Recep adaş. Nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Balag'i qoldimmi nima? Qanday degan gap bu? Ko'rganli odam kimning uyda ishdinglar? Qanchalik ishdinglar? Nima ishdinglar? Nimani ichdik? Haq ichiyotgan, hukumat magazinda setayotganni ichdik. Nim bo'pti? Chup, sarang olib qopdim nim bu haq. U kelibman bir nima degan? Nim bala qoldim bu haqqa? Qanday degan gap bu? Adabga oram bermay. Bir kuni Abdulning tuqqanlari Cho'laqterak degan joydan baxshilarni boshlab keldi. Og'inimizning taqdiri to'g'risida biror yangi gap anglayli deb Abdulning uyiga bordik. Tursun to'li sakrab ishni buzmasin deb uningga xabar qilmadik. Boshlar shu o'xshamamdi? Shu o'xshaydi. Cho'laqterak degan yerdan ekalgan bu baxshining chiroyi shunda qo'rqinishdiki, yo'q, og'inimizga chaplashgan har qanday olvosdimi bu baxshini ko'rsa, badar kechib ketgidek. Sizningcha og'inimizning bu kasalini saqayt qilib bo'ladimi? Ha? Saqayt etimiz. Nima kasallarni saqaytgan biz? Bak qo'rqidek emas. Yo'q, hech qancha qo'rqinchiligi yo'q. Bundan burun hali kasallarni saqaytgan biz. Karomat o'qib etimiz. O'qiydigan bo'lsak, hayron qolasizlar. Aqlinglar hayron qoladi. Shamoldarib qolgan ancha cho'ng ish emas. Bundan burun hali kasallarni saqaytgan. Har qanday isiriga odamni o'qiydigan bo'lsak, shu hamolla saqayib ketadi. Biz tug'voqliganda yeni daraxt turib bersizlar, juma. Ma'qul. Ma'qul. Bizga kerakli narsalarni vaqti-vaqtida akab bersizlar. Dostxon, dos, katman, ko'pa, yotqon, taki, bunda bir narsalarni vaqti-vaqtida akab bersizlar. Amin. Ya Rahmanirrahim, Allahu Ekber. Assalamu alaikum Sadiya, Suleyman Allahu Sadiya, Gözümüz selam,
Ballarım kirib qarab beqinglar. Azamta Allah o'qiyman, jinga to'qim to'qiyman, jin sakrisa sakrason, man sakrimay o'qiyman. Piri o'ynayman, kelingla, 40 jildan kelingla, yetti sulton kelingla, jilon qamchiliklar kelingla, daryo kashkalla kelingla, bulut min kelingla.
Yalğız ocaq, yalğız şam, oğur tiken, qarı et. Yalğız yağaç, yalğız tam. Patqaq olup aqalla. Eski tamda yatqalla. Tangri bəsin cacangni, cin şeytanға satqalla. Teri apırıp maytaqqa, nesi sattım boşaqqa. Yalğız dərəqqa köçürüdüm. Altın başıda bolsan köş, işkeşide bolsan köş. Ağzını aç. Aç. Bunu içsən şifa tapsan. Aç. Bismillah deyib içcəm ha. İçə. İçə. Bəli. Biz əmmimiz bilib bilməyi, sezib səzməyi qalibla və qayıbla, uluqla və pasıqla arsız yaşaymayız. Bu jigit təkşəməz bir yerdə uxlab qalğançığı şamalda arıbdı. Mana özəng namı köydüңla. Mən bilən təng oqub çıxdı. Qarğanda mən kuş elişəməyə dəkmə. Nimdəydi ballarım? Vay, hech nim bo'lmabdi. Ozroq shamaldab qopdi deydi. Saqib ketdi bo'lmabdi. Saqib ketdi. Opa, aka mushida ketibdi. Ha? Voy Xudoyim. Aka. Voy jilim bolam. Aka. Ko'zimni och. Abdul. Voy bolam. Tonur beşida qağa, qaqıldaydı navaydek, ona geldim kalığa, görge girsem hiç kim yok, tutacasam bağcıda, anlamaydı herle, ikiz dakika çıkkanda, paypığım ne kim aldı, akhalat mı akhalat, bağdı pişkan akhalat, seni birden kömesem, çıdımaydı. Voy jinim bolam, voy jinim bolam, qandaq qilaman? O'g'illari ispirtin zaharlanib, nervi kasalligiga giriftar bo'libdi. Cho'ngroq shaharga olib borib, nervi kasalliklari doktorxonada davolasizlar, cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Ansirmisizlar. Xotirjam bo'linglar. Xo'sh, Xudoyimga omonat, o'tanroq qarab qo'yasiz. Vaqtida xabarni berib o'tasiz. Oldin yaxshiroq xabar berib qo'yasiz. Ma'qulimsan? Tomoq qilib berib qo'shiq ichib qolmisan. Ma'qulimsan? Recep qani? Abdun yo'lga sağlık ketdi. Abdul nim bo'pti? Ha? Baxshibek o'qiydi tikka sarang'ib qopti. O. Rasma? Ras. Birdam saqlab tursangiz ustam kelib qola. Bo'ldi. Voy, menga. Qo'ya, chelakni qo'ya. Qo'ya chelakni. Ha? Yap, yaştırıp qaralar. Ey, sanızad nim bo'ldi, ha? Xudoya tavuk qildim, Recep adash. Shu vaqt sen qaysi lentini qo'ygan bo'g'itding? Qulqumning tubida jaranglab turdi. Ey, ahmoq. Nima deydigan dema? Chaqan muzikaga sen bu yil usul o'ynamsan? Shuni deyman. Shu. Men buni Abdulning qishig'iga yo'lga solib qo'yaylik-chi. Shunda qilaylik bo'lmasa. Shunda qilinglar. Men ashaga borsam, oldi bilan Abdul terini topaman. Gap degan Abduldin, usul degan meningdan. Nima qilib qilib odam turmaydigan yer ko'rib bir qirg'ini odamni zaq o'ldi-ku. Zerikmaymiz.
Tursun'u mangız ütüp, endi Recep ikimiz yüzümüzden ensirep kaldık. Kırlık istakanda tang içkendik. Ahir kanda hop gitti. Bir-birimizni xili kunlargacha tın-tınlap yurdik. Haftalar, oylar o'tdi. O'zimizda hech qanday bir g'ayirlik his qilmadik. Ustam, ma cheraklarni qancha pul satla? Oy, ajab ajırmayda bu. Man qarasla, man deyma. 13 koy berem la. 8 koy beraymi? Bo'pti, badi. Oy, ma dasturchi. Abdul! Abdul! Abdul, men Abdul! Ko'zlaringga singib oq nurdek, gumoningni yo'qotsam agar, sirg'ib tushib mangzingga yoshdek, sizildi bo'yoqsiz surat. Ko'zlaringga singib oq nurdek, tashlab qo'ysam qalbingga chechak, qahring bilan tashilding julub, har bir bargisi yantaq tuyulib. Ko'zlaringga singib oq nurdek, ko'rimsiz izitqu baxit, vijdoningni urib bir tastak, ko'zlaringga singib oq nurdek. Sirg'ib tushsam mangzingga yoshdek, sizildi bulutsiz surat, o'chmaydigan abdil abad. Ko'zlaringga singib oq nurdek. Aradan bir yil o'tdi. Abdul bilan Tursun teki turayotgan shahardan odamning ishongisi kamligidek xabarlar kelib turdi. O ikkisi neyrokechaliklar doktorxonasida 3-4 oy davomida saqib chiqibdi. Abdul? Tursun teka? Ha? Tursun! Ey seni. Abdul teriç emas, o'quvchi vaqtidagi shoir qiyofasida esiga keldi. O hozir yangi uyda bosh ko'tarmay asar yozayotgandek. Uning she'rlariga na qofiya, na vazn, na turaq deganlarning keragi yo'qmish. Uning shami chaynashmi ishmi, oyga qashatgan beka, tam tepsida manganda degan yangi asarlari shaharda qattiq g'ulg'ul qo'zg'atdi. Uning asarlariga qiziqchilarning o'zimi ancha tushunib ketmaydi ekan. Hatto uning loy o'ynasan qo'ling hash bo'ladi degan bir parcha asari mukofotga erishdi. Obzorchilar uningga
yangi uslub yaratgan asarda baho beribdi. Shundaq bo'lsa-mu, shoirlikning kirimi tirchilikka yetmaydi ekan deb vaysab yurgudak. Şevşinot? Elə məsud qalğan çağlarda esi kep qaladigan qız savaqdışı hazırlıqçı turmuşluq bolmagan ki. İkisi tepişib qaldı. Hoş emize. Hoş. Tursun Teki to'g'risidagi gaplarni anglasangiz texnik qiziq. Abdulning to'yida Tursun Teki qo'ldash bo'ldi.
Şu toyda Tursun Teke qaltis bir usul oynaptı. Bu usul her qandaq bir millatning her qandaq muzikasiga tushaverdi ekan. Buni ko'rgan san'atkorlar Tursunni san'at umigiga qabul qildi. Tursun, ümigimiz kelgandan buyon ko'p tirishayotdi. Uning usul harakati o'zgacha. Tursunning bu qilig'i hargiz nervisidan ozg'anlik bo'lib hisoblanmaydi. Ba'zilar shundoq deb qaraydi. Bu amaliyotda inson ruhining oshkorlanishi, badanni qamab turgan ishki hissiyotning partilishi, bir usul uchun bu xil ruhiy holat tepilmaydigan ortiqchilik bo'lib hisoblandi. Bu usulda putning harakati mana mundaq bo'ladi. Qo'lning harakati bo'lsa, u yerdagi bir usul tadqiqotchisining aytishicha, Tursunning usul shakli dolan usuli, eli sanimi, etika samosi, to'lg'imi usul, so'ralmi usul, naynaqlimi usul, sahro perisi qatorliq nozik harakatlarni o'ziga yig'inchoqlagan o'zgacha uslub. Ha? Uslub? Uslub degan nima degan gap bu? Hey, bir ishni boshqalarnikiga o'xshatmay qila olsang, uslub bo'ladi. Bo'ldi, umid tugidi, jura. Bu eliqi Portumaldagi qizning surati ekan. Mavo to'y kuni tushgan surati. Meni dadam qattiq tillamagan bo'lsa, seni xotining iliq ko'makxona solab qo'ymagan bo'lsa, biz moza eliqi nimita? Uslub. Shundan bir nechini yarta ekanmiz a. Bo'lmasa, eliqi 40 stakanda yana bir ichib baqandiq ya. Yo'q. Men ichmayman. Ay, maga, yana bir sinab baqayli. 40 stakan. Nima 40 stakan? Eliqi bizning qo'shnimizni izlab kelgan 40 stakanchi. Voy, eliq mehmongu bu. Özlem, sapsaqlı turaman. Qo'limda joy yo'q. Odam g'alitilib qoldi ekan. Mana bilib turibman. Turlik mulla magazini. Tudağın şapkiçinin dükkanı. Ketib olgan Rahimjongu ana. Odam g'alitilib qoldi ekan. Qo'limda joy yo'q. Voy. Oy, assalomu alaykum. Qandara qahvaling lafqilari? Va alaykum assalom. Yaxshi. Men sizlarni bir yerda ko'rgandeklik qilaman-ku. Shundaq, ko'rgan. Ko'rgan. O'zim Efkamey, Xadik. O'zim. Arvani bu yerga kela. Bo'ldi, to'xta. Arvoq chiqasizlar. Oila, astroq, Ukam, men akani uyga olib qo'ygan, Uyingiz? Un zotning yanidagi
Xalt ko'chada. Men pulini berib o'tay. Bo'ldi. O'zim berma. Ukam sen hayda. Bo'ldi. Sizlar ketinglar. Rahmat. Bo'pti amsa. Menga ukam. Hayda. Kallamsaq. Qo'limda joy yo'q. Kallamsaq. Putimda joy yo'q. Kallamsaq. Putimda joy yo'q. Shuning bilan uning heliqi bir oqshomdagi o'ltirishda bizga qoldirgan chunqur ta'sirimi xiralashib ketgandek bo'ldi. Rajab ikkimizning qirliq istakanda yana bir ishib beqib uslub yaratmoqchi bo'lgan payzimizmi havoga uchib ketdi. Aramizdan ikki sarangning chiqqinimi yeta deyishdik. Shundan tortib qirliq istakanda haroq turmoq, choymi ichmaydigan bo'ldik. Jahonni tushunish aqli bizda bor. Nimishqa uxlaymiz tortishib qo'ran qaro atrofqa. Bizlarda nemani kutdi ko'zlar. Mehnat safarida qolsin izimiz. Mardonlar harakatda gapni oz so'zlar. Dostum sana gidin bor. Qayerdan kelding sen, qayerga mongdin? Yo'qmidi mungdushib mang'or hamroyim? Qaysi bir havasning o'tida yonding qaro atrofqa. Bizlardan nemani kutdi ko'zlar. Mehnat safarida qolsin izimiz. Mardonlar harakatda gapni oz so'zlar. Ko'z ochdik dunyoga vafo rishtida. Shodlik va qayg'uga bo'lib xo'sh kezar. Jahonni tushunish aqli bizda bor. Nimishqa uxlaymiz tortishib qo'rak qaro atrofqa. Bizlardan nemani kutdi ko'zlar. Mehnat safarida qolsin izimiz. Mardonlar harakatda gapni oz so'zlar. Ey do'stim, emasdir mong'ining borsi kelmas yo'l. G'oyisi o'xshashlar yepishar yo'lda. Mang'ayli quyoshni nishonlab o'dul. Chin nazlı
dunyoga vapor ishtida shodliq va qayg'uga bo'lib xush kezar jahonni tushunish aqli bizda bor nemishqa uxlaymiz tortishib qo'rib qaro atrofqa bizlarda nemini kutdi ko'zda mehnat safarida qolsin izimiz mardonlar harakatda gapni oz so'zlar to'xtag'in ey do'stim sana gapim bor qayerdan kelding sen qayerga mongding yo'qmidi mungdushib mang'or hamroyim qaysi bir havasning o'tida yonding qaro atrofqa izladin nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonlar harakatda gapni oz so'zlar ko'z ochdik dunyoga vapor ishtida shodliq va qayg'uga bo'lib xush kezar jahonni tushunish aqli bizda bor nemishqa uxlaymiz tortishib qo'rak qaro atrofqa izladin nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonlar harakatda gapni oz so'zlar ey do'stim amastur mong'ining borsi kelmas yo'l g'oyisi o'xshashlar tepishar yo'lda mang'ayli quyoshni nishonlab o'dur bo'lib xush kezar jahonni tushunish aqli bizda bor nemishqa uxlaymiz tortishib qo'rib qaro atrofqa izladin nemini kutdi ko'zlar mehnat safarida qolsin izimiz mardonlar harakatda